Ota-onami, yaqinlarimni 2026-yil avgust oyida va sentyabr oyida umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun, xudo xolasa sizlar uchun narxlarni bilishga, xudo xolasa Abdug'offor akani oldilariga yetib kelganman. Videoda boshida bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib yangi videolarimiz chiqib boradi. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor akadan biz to'liq ma'lumot olishni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun boshdanoq narxlar bilan tanishtirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Farg'onadan 29-30 avgust kuni reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan 24-25 avgust kunlari reyslarimiz bor. Bular narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan sentyabr oyiga reyslarimiz kunlari 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Vodiydan boraman degan obunachilarimiz uchun sentyabr oyida Namangandan reyslarimiz qo'yilgan. 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bularning ham narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lgan joydan, qulay bo'lgan vaqtda ketsa bo'lar ekanda, deymi? Endi aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastinisalarimiz uzoqligi. Xo'p, avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, aeroportdan 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylaringizni bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yana ma'lumotlar yetkazib beriladi. Endi aka, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi sizlarda? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilishsin. Ofislarimiz manzillari Toshkent shahrida bor, Andijonda bor va Farg'onada bor. Yo, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi bemalol. Xudo xolasa o'zlariga qulay bo'lgandan to'lovlarni ham amalga oshirsa bo'lar ekanda, deymi? Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Telegram, WhatsApp hamma narsa ishlayapti. Sizlarga chiroyli qilib yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Aytib o'tishganda, joylarni bron qilish uchun bitta qizil pasport o'zi yetarli. Ha, bo'ladi o'sha. Bitta qizil pasport o'zini tashlab bersalar ham qolgan hamma narsani akalarimiz to'g'irlab qo'yishadi. O'zlaringga qulay bo'lgan aeroportdan uchib ketsalaring bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Abdug'offor akani o'zlarining nomerlarini qo'yib beramiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.